Hurmatli Prezident Shavkat Miromonovga murojaatimiz 2025-yil Rossiya Federatsiyasida Yakuta shahrida ishlab pullarni ololmaganimizdan sizga murojaat uchun video tavsiya qilmoqchimiz. Чтобы O'zbekiston Respublikasi bosh organlaridan yordam so'rash uchun mana jabrlanuvchilar. Men Joyli Sherali. O'zbek o'g'lim nomidan. Mahmadov Ortiq o'g'lim nomidan. Mustafayev Adham. Ashurova Dilfuza o'g'lim nomidan. Fayzulloyev Asrorbek. Toshvat To'zagulman. Jamilov Behruz o'g'lim. Xo'jayinim Boyev Jobir. Ishlaganman. Hammalarimiz jabrlanuvchilar mana turibdi. Qolganlarimiz hammalari ishga, kimdirlari kunlari o'tmaganidan yana qaytadan Rossiyaga ketgan. Ular 15-yanvardan beri mana shu kishilar hammasi yugurib, yelib, arizalar yozib, mana ichki ishlar Shahrisabz tuman ichki ishlarlariga necha marta ariza yozib, 102 ga telefon qilib oldi bu yerda shu pullarni ololmayapti. Mana shu so'z navbatini mana shu yerda buvoga beramiz. Shukur buvo gapiring. Assalomu alaykum. Hurmatli Prezidentimiz Miromonovich, mana shu bizlarning mavzuga sizga murojaatimiz mana shu o'tirib turgan jabrdiydalar, bular bolalarini ishlash uchun Rossiyaga yuborgan, bizdan yuborganmiz. Bular so'ng mana bu qanday desak bo'ladi, mashinnikmi yo ish yurituvchimi, bularni qo'lidan pasportini olib, ko'p katta va'dalar berib, bularni ishga jalb qilgan, ishlatgan, qurilishni tamom qilib, so'ng qo'liga $200 pul berib, mana keturinglar qolganini beramiz deb, bular qaytib kelgan, so'ng pulni so'rasa, pulni olganimiz yo'q deydi. So'ng bu yerdan tegishli odamlar orqali so'rasak, bu pullarini olgan deydi hammasi. Shunday qilib biza Shahrisabz tuman ichki ishlar nimasiga, bo'limiga tergovchi Shabanov Shehzod degan yigitga mana arza topshirdik. U odam arzalarni ko'rib chiqib, xo'p, o'sha nima deydi hali, boyagi o'sha pastoretning bilan nima qilib, til biriktirib, qisqasi ochiqini aytsam, bizlarni zararimizga qaror chiqarib bergan. Go'yoki nima emish, jinoyat ishi ko'rinmayapti deb. So'ng biz yana qaytadan nimaga murojaat qildik, muxbirlarga, xo'p, ularni chaqirib keldik, so'ng bega anaga nachalnik militsiyani chaqirdik, unga qayta suhbat o'tkazdik. So'ng ular aytdiki, bu gapiring, nima gapdi? Men aytdim. Mana misol uchun dedim, qog'ozbozlik o'z yo'liga dedim. Misol uchun mana Umar Odil degan bir podsho o'tgan dedim, o'shalar misol keltirdim, men 100% qilib dedim. Misol uchun mana o'shani chaqirib, ishlatuvchini, xo'p, sen ishlatgansanmi? Ishlatganman. Pul berishing kerak, ham berishing kerak. Bu olish kerak. Shuni ochiq shunga 100% guring qilib dedim. Bo'yniga olib o'tirdi. Men to'g'ri, haqiqatan qazbar, men berishim kerak deb o'tirdida. Bular ichki ishlar shu masalani hal qila olmay, mana bunday qilib endi gumon menga, gumon iymon ayraydi, qanday kelishganimizda bizlar zararimizga ishlayapti-da. Shuning uchun sizlardan yordamimizki, shu narsani ochiqlik qilib berib, mana shular hozir bu nimani Shahrisabz ichki ishlar bo'limini nimasi o'rinbosari bizdan juda yaxshi yigit ekan, suhbat qildi. Bobojon dedi, buni mayli qayta tergov qilamiz dedi. Qaytadan mana bizdan bilan suhbat o'tkazdi, yana qaytadan arza topshirdik. Endi bularning natijasini kutyapmiz. Xo'p, agar shu narsaga kelishdik, agar bular hozir xo'p, mana shu masalani sheddangina xo'p, xolisona hal qilib bersa, biz reportajni efirga chiqarmaymiz. Sizlarga shunday murojaat qilmaymiz deb kelishdik, kutamiz gitdaymi? Mumkin 15 kun kutamiz. Agar pulimizni ola olmasak, mana shu nimaga xo'p, reportajni yozganmiz, biz sizlarga murojaat qilamiz, iltimos qilamiz, nimaiki bo'lsa ham oldindan bir xulosa chiqarib bizlarga yordam bersangizlar. Chunki o'zi bilinib turibdi nimaligi. Ularni jinoyatchi, chunki bularni olib olgan,
qo'lidan pasportini olgan. Shu bir yoqqa ketib qolmasin, boshqa o'tib ketib qolmasin deb ishlatib, pulni olib, buyoqqa kelib ko'rsatman dobdaskasini, magazinlari bor, ko'chmas mulklari bor, gostinsalari bor, to'yxonalari bor, stolovoylari bor. Bu kishini kelib yurib desangiz, so'g'in endi bilmasam bir ishongan tog'i bo'lsa kerakda, hattoki selsaveti idorasiga borib, o'sha yerdan na uchastkovoydan seskangan, na raisdan seskangan, xohlaganingga bor. Bundoq qilaman, falonimlikni qilolmaydi, ishtimi qilolmaydi, kelib, shu ham gap bo'ldimi, shu ham bir, bu qanaqa zamonga yashayapmiz? Bu boyagi jinoyatchi ekan bu davlat idorasiga borib, selsavitlarga borib so'kinib yursa-yu, shu bedikilar jabrdiydalar, men bunaqa qilib 9 oy mobaynida ishlatib, yugurman, idorama ichar yursa, biz qaysi tomonga yashayapmiz? o'zi hali deymiz, siz aytasizki, mana Abdulhukumat adolat deysiz. Qani adolat? yangi O'zbekiston Men sizdan necha marta ma'ruz eshitganman. Adolat, qani adolat? Qani bir yordam qiling bizga o'xshagan mana bir kambag'al oilalarga, biz mehnat mana peshona terimizni so'rayapmiz. Boshqani so'raganimiz yo'q. Davlatdan moddiy yordam yoki mana bu deganimiz peshona terimizni so'rayapmiz. Shuni odil hukumat odilona qilib mana bularga, "Salla, nima ish qilyapsan? Nimaga bular bir sason qiling deyotgan odam bormi bu dunyoga?" Ana shu sizlardan iltimosimiz. Nima bo'lsa ham haqiqat nima deydi, qaror topishini so'raymiz. Shuning uchun yordam qiling, iltimos. Boshqa nima deyolmaymiz. Yordam qiling deymiz. Mana shuncha bilan jabrlanuvchi. Sherali aka, siz qancha ishlagansiz? 6 oy ishlaganman men. Qancha pul olgansiz? Olganmiz ham 50 ming olganman, qolgan 3 ming dollar pul yotdi. Qanday qilib ishlataychilik sizlarni? Ishlaylar deb anaqa qilaydi, pul berdim, beraman dedi ichida, keyin pulim yo'q deb garayib ketadigan yo'qdi. Pul bermay ketadi. Siznicha tog'a, sizni o'g'lingizni qancha ishlatib, qancha 9 oy olgan? ishlatgan. 9 oy ishlatgan. 9 oy ishlatgan, 8 ming dollar bir bergan. 800 dollar. 800 dollar bir bergan, so'ng shu bilan yo'l pulini bergan qolgan. Aha. 50 ming yo'l puli bergan, bu tamom shuni kelgan. Siznicha apa qancha siz o'g'lingiz bilan borib ishlatib qancha pulini bermagan? Ozroq puli qolganda shu 4 million 200 puli qolgan. Shuni 4 million 200 ming yo 4 ming 200 dollarmi? 4 ming 200 dollar. Ha, 4 ming 200 dollar ha. 9 oy ishlatib, 9 oy ishlab. eng og'ir uslovdagi ishlarga, betonga, sovuq klimatga ishlatib, Yakuta shahriga ishlatib. Sovuqqa ko'tarmay, u yoqda mazasi bo'lmay qolgan. Aha, siznicha apa? Men o'g'lim Behruzjonni 9 oy ishlatdi. Erim 6 oyga keldilar. Pulsiz keldilar. 200 dollarmi shunga pul oldi. Lekin o'g'limni 9 oy ishlatdi. Yana Yakutiyani Saskalax degan joyga olib ketib ham 3 oy ishlatdi. Eng sovuq Muzokani o'rniga, ha. Qiynalib qaytguncha 5 kun marshrutkaga qaytdi dengiz ustidan. Bir chet nimaga chiqarib olib ketgan. Shamollab mazasi bo'lmadi. 3-etajlardan tushib ketdi. Lekin o'shalarga ham bir tuzuk qilib oylik to'lamadi. Hozirda 7000 dollar pulimiz bor. U xo'ja bo'ktamni qo'liga. Lekin bermasdan qochib yuribdi. Shuncha ichki ishlarga murojaat qilsagan, hech kim tinglamaydi ham. Faqat hech qanday jinoiy javobgarligi yo'q deb bizga qog'oz chiqarib beryapti. Tinglaydigan odamlar bordir. Aha, prokuraturaga ham даже обращаться qildingizlar, to'g'ri. Menga qarang, hurmatli prezident, endi mana men misol uchun 75 ga kiraman. Jumadan qolmayman, jumaga boraman. Mullalar, xo'p, hurmatli yurtboshimizning adolatli mana ish olib boryaptilar, respublikaga deb duo qilinglar deydilar. Biz duo qilamiz. Mana bir ko'rasing qani adolatni, men bir ko'ray qani, bir yordam qiling. Mana shu qani ayb kimga? Kim bilan kelishgan biz bilmaymiz. Ana o'sha Shabanov Shehzod degani o'zi u mutaxassis emas ekan, oldi uchastkavoy ekan. Hozir beldan buni qochirib, bir qishloqqa uchastkavoy. Lenin qishlog'iga uchastkavoy qilib qo'yibdi.
kelsak u yo'q ketgan deydi. Ana shunaqa qilib sassonchilik. Qani bularga bitta bironta bir mutaxassis ishlar vazirimi telefon qilib mana bu yerga militsiyaga qani nima bular buni sasson qiling desa, bular kelsa bizlar chaqirtirsa, mana bu yerga kelamizda bitta oddiy arza berish uchun ham ko'nglimiz mana bugun 2-kuni. Ha toshmay turing, kirib ketadi. Ana shunaqa adolat yo'q. Hozir hamma o'ziga o'zi xo'jayin qolgan. Xuddi xayol o'ylaysizki, bir davlat beegadek. Ana shunday. Men sizga ana shu ochig'ini aytaman. Qaysi idoraga borsangiz ham sasson sargondan chek boshqa narsa yo'q. Ha, hammasi yolg'onchi. Qayga bo'lsangiz allaq chiqaraveradi. Hokimiyatga bo'lsangiz ham, qobulga bo'lsangiz ham allaq so'rab chiqaraveradi. Lekin hali konkret deb xulosa qilib bermayman. Yo mana shunday demaydi. O'sha deputatiga ham ishonmayman, hokimiga ham ishonmayman. Hammasi yolg'onchi. Men ochig'ini aytaman, mani qamasa. Bu qani adolat bega? Ha, bo'ldi, xo'p. Mana shuncha kishi mana jabrlanuvchi qolganlar kela olmadi. Yana bular muxbir uchun pul to'lasinmi? Mana ham mehnatini pulini olish uchun, ham muxbir, jurnalistlar uchun, ham yana taksi puli, kelib ketishi, ishini, vaqtini yo'qotib shu iltimos qilamizki, O'zbekiston Respublikasini, mana shu fuqarolarni, bizlarni muammolaringizni ijobiy hal qilib berishlaringizni so'raymiz, iltimos qilib.